Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Zo'r bitta til haqida narsa ko'rib qoldim. O'zi tilga bo'lgan e'tibor, tilni kelib chiqishi filologiya fanida o'ta qiziq mavzu sifatida tahlil qilinadi. Bu Erkin Vohidov ayniqsa tilga bo'lgan, tilni kelib chiqishiga bo'lgan mulohazalari tahsinga loyiq. Erkin Vohidovni o'qishni tavsiya qilaman. Azizlar, Erkin Vohidov bizga muhim ko'prik bo'ladi. Til san'atini qadriga yetishimizda. Zo'r bitta fikr mulohaza qo'l haqida. Qo'l so'zini tarixi turk lug'atlariga aloqador. Bizda o'zbek tilimizda qo'l deyiladi. Qo'l, qo'llash, qo'llamoq kabi ishlatiladi, lekin turkiy tarixi el nomi bilan mashhur. El degani qo'l degani. Bizni inson haqida gaplashar ekansiz, har doim inson nimadan iborat uni ismini qo'yishimiz kerak. Eng avvalo a'zolarining ismi. A'zolar ichida eng aktivi, eng muhimi qo'l. Turkchada el deyiladi. Elni tarixiga qarang. El nima desa, el shu ikkita qo'limizga aytilyapti. Xo'p, bizning o'zbek tilimizda mashhur bo'lgan elak so'zi bor. Elak. Elamoq. Eladi. Nima degani? Sarani puchakdan ayiradigan fe'lga elamoq deyiladi. Eladi. Elab ko'r deyiladi. Unni elash. Kepagini ayirib, unini alohida ajratib olishlik uchun. Elash. Elamoq asbobiga nima deyiladi? Elak. Elak deyiladi. Eldan o'tqazish deganida, ya'ni eldan o'tqazib, saragini sarakka, puchagini puchakka ayirishga elak, elamoq deyiladi. Endi pastga mumkin bu yoqqa. Bu yoqqa qo'ysa bo'ladimi? Tez ketasizmi? Yo'q, zalga kiraman. Unda ichkariga tushibroq qoling. Xo'p. Elak, elamoq so'zi. O'ta qadim tarixga ega ekan mana shu so'z bor-ku, elash. Undan tashqari, do'stlar, ingliz tilida election degan so'z bor ekan, election. Nima degani election? Saylov degan ekan. U ham o'sha eldan o'tkazmoq, tanlamoq ma'nosida. Saylash, tanlash, tanlab olish, yaxshisini tanlash. Ya'ni saylash. Election. Endi yana o'sha ajnabiy tillarda elegant, elegant ma'nosi bor-da. Qarang, elegant so'zi, elegant degan turk, qadimgi turk tilidan inglizlashgan, ya'ni to'g'rirog'i lotin tiliga kirgan. Elegant. Nima degani? Elakdan ajratib olgan eng anaqasi bu. Tanlab olingani. Elegant. Yana nima bor? Shunga aloqador collection bor. Collection. Qo'ldan olingan. Qarang. Collection, ya'ni siz tanlab olishingiz uchun, ya'ni elab olishingiz uchun taqdim qilingan narsa. Turk tilini o'ta qadimiyligiga dalil bu. Endi balki nisbiy bo'lishi mumkin. Meni gapimga raddiya beradigan filologlar ham chiqishi mumkin, lekin aslida tillar bitta bo'lgan, keyinchalik tarqalib ketganiga dalil. Nuh alayhissalomning 3 ta o'g'li bo'lgan, shu 3 ta o'g'lidan bittasidan turklar tarqagan deyiladi. Demak, Nuh bilan farzandlari o'rtasida bitta til bo'lgan, keyin tillar tarqalib ketgan. Nuh alayhissalom ikkinchi odam hisoblanadi. El, elak, elamoq, elegant, election, collection kabi so'zlarning hammasi lug'ati masdari bir bo'lib chiqyapti. Yana arab tilida va ingliz tillarida
ma'rifa hosil qilish uchun ishlatiladigan harf bor. Ma'rifa degani noma'lum narsani aniq tanlab olingan qilib ishlatiladigan narsa al kalimasi bor. Al harfi bu ma'rifa harfi hisoblanadi. Ya'ni tanlab olishlik uchun ishlatiladi. Masalan, deylik, rojul bo'lsa arab tilida u bir kishi, qanaqadir inson, odam, inson. Ar-rojul bo'lsa aniq palonchi insonga ishora qilayotgan bo'ladi. Masalan, jazira desangiz, bu katta bir cho'l, jazira zonasi tushuniladi. Al-Jazira desangiz, demak endi tanlab olingan alohida Al-Jazira tushuniladi. Darado bo'lsa alohida darado tushunadi. El Dorado bo'lsa alohida narsa tushuniladi. Klassik bo'lsa noma'lum mutlaq klassik, el klassik desa hamma biladigan narsa tushuniladi. Nimaga? Qo'ldan kechirilgan, tanlab olingan degan ma'noni ifoda qiladi. Men ajoyib bir ta'sirlandim. Sizlarga ham bu til borasida o'rtoqlashay dedim-da. Ajoyib yangiliklar. Podvalga tushib ketdim, internet yomon bo'lib qolsa, uzilib qoladi. Qisqaroq shu o'zi. Shu yerga qo'yar ekanmiz. Hozir bismillah. Xo'p. Hop. Ekanman bo'lmasa. Yo, yonda. Har kimga dard